Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga tayyorlagan video roligimiz Geron guli haqida. Geron gulining kasalliklari, gullamasligi va geron guliga oid barcha ma'lumotlar haqida batafsil sizlarga kerakli ma'lumotlarni yoritib beraman. Geron gulining asosiy kasalligi bu barg sarg'ayishi bo'lib, barg sarg'ayishda suv berishni ko'paytirish kerak. Suv me'yorida berilmasa, geron barglari sarg'ayib ketadi. Lekin sarg'ayish bilan birga umumiy barg shalpayishi kuzatilsa, bu holda suv berishni kamaytirish kerak. Yorug'lik yetishmasa, faqat pastki barglari sarg'ayib ketadi. Tuvagi torlik qilsa ham shu hol kuzatiladi. Agarda boshqa tuvakka ko'chirilgandan so'ng barglari sarg'ayib ketsa, qo'rqmasligingiz kerak. Bu oddiy hol hisoblanadi, ya'ni ko'chirganlikdan so'nggi tabiiy holat hisoblanadi. Sarg'aygan barglarini tozalab chiqish kerak, keyin yangi barg chiqaradi. Xonadoningizda gullar ifori taralib turishi uchun geron gullaridan ko'proq parvarish qilsangiz, geron havoni tozalab, turli xil odamga zarar yetkazadigan mikroblarni o'ziga jamlaydi va o'zidan toza havoni insonlarga chiqarib beradi. Geron gulining gullamaslik sabablari esa bu muammo ko'pchilik gullarni bezovta qilishi mumkin, chunki guli uchun geron parvarishlanadi. Bu hol kuzatilsa nimadan dalolat berishi mumkin? Birinchi sabab yorug'lik yetishmasligi, past harorat, katta tuvak va holda ildizi faqat rivojlanib, o'zi o'smay qolishi, oziqa ko'p berilishi yoki oziqani me'yordan ortiq kam berilishi, tuproqni kuchsizlanishidan ham geron guli gullamaydi. Shoxlarini kesib turmaslikdan ham geron gulining gullashi kechikib ketishi mumkin. Har bir gulni o'zini shoxlarini kesilish mavsumi va vaqti bo'ladi. Ya'ni shoxlar kesib turilganda gullar uchun judayam asosiy vazifa, ya'ni gullarni gullashi uchun xizmat qiladi. Doimiy o'sish uchun ketgan kuchi shoxlari kesiladigan vaqti bilan keyin gullarning gullashi uchun sarf bo'ladi. Ya'ni bergan oziqalaringiz ham gullarni gullashi uchun xizmat qilib beradi. Faqatgina o'zini mavsumida ortiqcha kesiladigan shoxlarini kesib gulni parvarish qilganingizdan so'ng. Geron gulining gullashi uchun esa ajoyib chiroyli o'zgacha gullarni sizga baxsh etib turishi uchun eng asosiysi unga yodli suv. Yodli suv bilan geron gulini boqing. 1 litr suvda 1 tomchi yodni eritib, qozon devorlari bo'ylab 50 mg hosil bo'lgan o'g'itni to'kib tashlang. Ildizlarni yoqib yubormaslik uchun uni haddan tashqari oshirib yubormaslik kerak. Ya'ni yod o'simlikni ildizini kuydirib qo'ymasligi kerak. Bunday yuqori kiyimdan so'ng geraniumlar doimiy va ajoyib tarzda gullaydi. Ya'ni doimiy, misol uchun oddiy qilib tushirtirganda 1 litr yodli suvni gullaringizga oz miqdorda berib tursangiz, geron gullari shunaqangi ajoyib va o'zgacha tarzda gullashni boshlaydi. Geron gullari uchun eng asosiy o'g'itlardan biri hozir aytib o'tganimdek yodli suv hisoblanadi. Yodli suvni tayyorlashni yana bir bor qaytarib o'taman. 1 litr suvga 1 tomchi yoki 2 tomchi yodni tomizib, suvni yaxshilab chayqab aralashtirib olganingizdan so'ng geron gulining idishi, ya'ni tuvaklari bo'ylab sekin-asta yon taraflaridan qo'yib chiqasiz. Ya'ni geron gulining tubiga yodli suvni qo'ymaslik kerak, sababi geron gulini tanasini kuydirishi mumkin. Ildiziga ham juda ham yaqin holatda suvni qo'ymaslik kerak. Agarda ildiziga yaqin holatda suv qo'ysangiz, ildizini ham kuydirib yuborishi mumkin. Shuning uchun yodli suvni tuvak devorlari bo'ylab yon tarafidan qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu holatda geron guli o'ziga kerakli bo'lgan oziqalarni oladi, yoddan kerakli bo'lgan vitaminlarni oladi va siz uchun ajoyib gullarni gullashni boshlaydi. Geron gulining yuqorida to'p va katta gullashi uchun ham yodli suv eng asosiy oziqa hisoblanadi. Keyingi oziqalarimizdan biri bu
vitamin B6 va vitamin B12. Mana shu ozuqalarimizni ham gullarimiz uchun muntazam ravishda berib borishingiz mumkin. Geron gullar uchun bir oyda bir marta berib qo'ysangiz kifoya, doimiy ravishda berish shart emas. Geron guli uchun yana keyingi ozuqalardan biri bu tuxum po'chog'i hisoblanadi. Tuxum po'chog'ini yaxshilab olib, uni maydalab, ezib, albatta quritib olganingizdan so'ng un holatiga keltirib, ozgina suv aralashtirib quyqa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki tuproqlarini ozgina ochib, tuproqlariga qo'yib, tuprog'ini yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana o'sha holatda ham geron guli o'zi uchun kerakli bo'lgan barcha vitaminlarni oladi. Tuxum po'chog'i tanasini baquvvat bo'lishi, yam-yashil ko'rinish berishi va gullashi uchun yetarli kuch-quvvatni yig'ishi uchun kerak. B6, B12 vitaminlari ham asosan gulimizni yashilligini ta'minlab turadi va tez gullash davrlarini o'z ichiga oladi azizlar. Gulimiz uchun judayam ko'p emas, ozgina va e'tiborli parvarish kerak. Mana shunaqangi holatlarda gullar siz uchun ajoyib gullab beradi, o'zgacha tarzda o'sadi, doimo yashnab turadi azizlar. Gullar bilan har kuni ertalab tongda ozgina bo'lsa-da do'stona suhbatlashib tursangiz, gullar albatta o'z egasini eshitadi va ular suhbatdan maroq hordiq oladi va o'sha kungi kunini yashnab siz uchun o'zgacha kayfiyat berib turadi. Azizlar, Xona gullar parvarish kanalimiz sizga ma'qul bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like va podpiska qoldirib qo'ying. Bizning kanallarimiz va bizning ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.